Allo, assalomu alaykum. Alo, Assalomu alaykum, Abror, yaxshimisiz, salomatmisiz? alaykum assalom, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz o'ta qilmadikmi? Birozgina suhbatlasha olasizmi? Yo'q, bemalol. Minnatdormiz. Ayyomlar muborak bo'lsin. Bugungi tug'ilgan kunlar, shukronalik ayyomlar bilan tabriklaymiz. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, umringiz ziyoda bo'lsin. Alloh sizni do'stga zor, dushmanga xor etmasin. Nima niyatda, maqsadda yurgan bo'lsangiz, ziyodasi bilan yetkazsin. Ilohim aytgansiz. Inshaalloh. O'zimni tanishtirib o'tsam, radio loyihadamiz shu loyihani boshlovchisi Kamina Gulhayoxon bo'laman. Bugun biz loyihamizga siz uchun atalgan chiroyli va samimiy tilaklar kelgan oila a'zolari, yaqinlar nomidan. Ushbu chiroyli tabriknomamizning asosiy muallifi kim bo'lishi mumkin endi, nima deb o'ylaysiz? Onajonim bo'lishi mumkin. Albatta, ular ham tabriklamoqda, mehribonlaringiz. Yana kim bo'lishi mumkin? Opamlar, otam, akam, yangam. Albatta, barchalari tabriklamoqda. Barchalarning nomidan asosiy tabriklovchi jiyaningiz ekan. Suhrobjon jiyaningiz nomidan kelibdi bu tabriknoma. Rahmat, baxtimga sog' bo'lsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Va yana ota-onangiz Abdullo aka, onajoningiz Adolat opa, opalaringiz Madina, Surayyo, Zulayho opajonlaringiz, yangijoningiz Munisa opa, akangiz Asror aka, Asrorjon aka va yana jiyanlaringiz Sabina, Ahror, Muhammad, Fayz, Boisbek, ammalar, xolalar, tog'alar, hammalarining nomidan tabriklamoqda ekanlar sizni. Rahmat, ilohim baxtimga sog' bo'lsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Siz uchun atalgan chiroyli tilaklar, tabriknomalari ham bor ekan. Agar ijozat bersangiz, uni ham o'qib eshitiraman sizga. Xo'p, bemalol. Minnatdormiz, joningiz omon bo'lsin. Marhamat, tabriknomalarini qabul qiling. Assalomu alaykum. Biz uchun juda ham aziz va juda ham qadrli bo'lgan insonimiz. Bugungi tavallud ayyomlar, shukronali kunlar, shodiyonali kunlar bilan chin dildan muborakbod etamiz. Ilohim, dunyoda ham eng aziz, saodatmand insonlardan bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu umringizni yaxshiliklar va yaxshi insonlar bezab tursin. Shirin joningiz aslo dard chekmasin. Yaqinlar baxtiga doim omon bo'lib yuring. Eng yomon kuningiz mana shunday bo'lsin. Qadrli insonimiz 90 bilan to'qnashib, yuzlar bilan yuzlashib yashash nasib aylasin. Barchamiz juda ham yaxshi ko'ramiz. Barchamizni baxtimizga doim salomat bo'lib, Allohning panohida bo'ling, qayerda bo'lsangiz ham. Yana bir bor bugungi ayyomlar, tavallud kunlar, shukronalik ayyomlar bilan esa chin dildan hammamiz samimiy tabriklab qolamiz. Doimo chehrangiz quyoshdek bo'lsin, ko'zlaringiz quvonch mehriga to'lsin. Uzoq umr ko'ring, baxtga burkanib, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Allohning sevimli bandasi bo'ling. Baxt va omad qarshilab yuzlarga kiring. Hamisha biz uchun salomat yuring. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Shodlik quvonchlarga bo'ling hamxona. Baxtsizga bir umr bo'lsin koshona. Umringiz bo'lsin hamisha bayramona. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin deya mana shunday chiroyli va samimiy tilaklarni barchasini sizga yo'llaganlar. Agarda sizni ham aytar so'zlaringiz bo'lsa, ular uchun albatta marhamat, bemalol yo'llashingiz mumkin. Avvalambor hammasiga katta rahmat. Ilohim ular meni baxtimga doimo sog' bo'lishsin. Ilohim sog' bo'lishsin. Bularni barchasini yaxshi ko'raman. Barchasi meni baxtimga sog' bo'lsin. Yonimda hamisha har doim mana shunaqa yaxshi yomon kunlarimizda doimo birga bo'lishlik nasib etsin. Inshaalloh. Aytganingiz kelsin. Biz ham tilakdosh bo'lib qolamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Doimo siz ham salomat bo'ling. Hammalarini baxtiga yana bir bor muborak bo'lsin ayyomlaringiz. Rahmat kattakon xo'jon, sizlarga ham rahmat, charchamaysiz. Ilohim, rahmat, sizga ham salomat bo'ling. Xo'p, mayli, rahmat.